Navoiy Innovatsiyalar universiteti iqtidorli yoshlar maskani. Bizda tahsil olayotgan har qanday iqtidorli talaba o'z iqtidorini kashf qilishda biz o'z kuch-g'ayratimizni ayamaymiz. Universitetimizda iqtidorli yoshlar talaygina. Ular nafaqat o'qishda, balkim ilmiy tadqiqot va innovatsion g'oyalarda ham bir talay yutuqlarga erishib kelmoqdalar. Ayniqsa yoshlarning yangi g'oyalarga boyligi va tashabbuskorligi barchamizni quvontiradi. Universitetimiz esa bunday iqtidorli yoshlarning salohiyatini yanada qo'llab-quvvatlab, ularga barcha kuch-imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Universitetimiz rahbariyati tomonidan iqtidorli yoshlar uchun 2 milliard grant ajratilgan bo'lib, qariyb 100 ga yaqin talaba rektor stipendiyasi va 70 ga yaqin talaba universitet grantini qo'lga kiritishgan. Yana bir muhim voqealardan Navoiy Innovatsiyalar universiteti tahsil olayotgan 3-bosqich talabasi Shodiyeva Dilnoza Qodirovnaning O'zbekiston Respublikasi Islom Karimov nomidagi nomdor stipendiyaning qo'lga kiritilishi bo'ldi. Barchalaringizga shuni aytmoqchimanki, bilingki, men qalban sizlar bilan yaqinman. Har bir erishilgan yutuqlaringizda bir ota kabi, bir mana shu tashkilotning rahbari sifatida emas, men haqiqiy ma'nodagi sizni tengdoshingiz va sizni haqiqiy bir otangiz sifatida his qilib turibmanki va har birlaringizni bu yutuqlaringiz bilan muborakbod etaman. Hech qachon intilishda, natijada, shaxsiy hayotingizda ham hech bir to'siqqa uchramang. Doim yaxshi zafarli marralarni egallashlaringizni tilab qolaman. Har birlaringiz bilan men faxrlanaman. Navoiy Innovatsiyalar universiteti. Zamon talabi va sifat uyg'unligi.